Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bu darsda sukunli mim qoidalarini o'rganamiz. 3 ta qoida bor. Idg'om, ixfo, izhor. Sukunli mim qoidalaridagi idg'om qoidasida faqat bitta harf mim harfi bor. Ixfoda faqat ba harfida bor. Qolgan harflarning barchasi izhor harflari hisoblanadi. Idg'omda bitta mim harfi, ixfoda bitta ba harfi, izhorda qolgan barcha harflar. Endi har bitta qoidaga alohida to'xtaymiz. Birinchi idg'om qoidasini o'rganamiz. Buni kitoblarda, ma'lumotlarda idg'om mislaynam deb yozib ketilinadi. Farqi yo'q, idg'om mislayn yoki idg'om bitta narsa. Idg'om ikki o'xshash harfning bir-biriga kirishishi. Sukunli mimdan keyin harakatli mim kelsa, ya'ni mim bilan mim ko'rishadigan bo'lsa, uchrash bir-biriga yo'liqadigan bo'lsa, birinchisi sukunli, ikkinchisi harakatli bo'ladi. Fatha, kasra, zamma qanday holatda bo'lsa ham harakatliga yo'liqadi. Harakatsiz harakatliga yo'liqadi. Ana shunda birinchi mim ikkinchisiga kiritilib o'qilinadi. Shadda bo'ladi. Qisqacha. O'qilishi ikki mim bitta shaddali mim kabi dimog'dan g'unna bilan o'qilinadi. Miqdori 2 harakat. Ya'ni 2 harakat g'unna bilan o'qib ketilinadi. Mana shu idg'om mislayn bo'ladi. Misollar. Lakum so'zida mim sukunli kelyapti. Undan keyingi so'zdagi mim harakatli, ya'ni fathali. Mana shuni birinchi mim ikkinchi mimga kirgizilinyapti. Shadda bilan o'qilinyapti. Lakum ma sa'altum. Lakum mana shu joyda 2 harakat g'unna bilan ushlab turiladi. Lakum ma sa'altum. Ikkinchi misol. Fi qulubihim maradun. Bu yerda ham fi qulubihim mim birinchisi sukunli, undan keyingisi harakatli kelyapti. Bu yerda ham mim ikkinchisiga kiritilyapti-da, shadda bilan, g'unna bilan 2 harakat ushlab o'qilinyapti. Fi qulubihim maradun. Uchinchi misol. Amman hadha. Bu yerda ham birinchi mim sukunli, keyingi kelyapti turgan mim harakatli. Amman hadha. Amman hadha. Mushafda ham o'qishga oson bo'lishi uchun birinchi mimga hech qanday harakat bermaydi, hattoki sukunni ham yozmaydi va keyingi kelyapti turgan harakatga shadda qo'yib yozib ketadi. Bu yerda tushunarli bo'lishi uchun men sukun yozib qo'yganman, lekin mushafda sukun yozilmaydi. O'zidan keyin kelyapti turgan mimda shadda bo'ladi. O'qishingizga oson bo'lishi uchun. Idg'om qoidasi mana shu edi. Ikkinchi qoida ixfo qoidasi. Buni ixfo shafaviy ham deyiladi, ikkalasi ham bitta narsa. Ixfo degani yashirish degani. Buni sukunli nun qoidalarida ham o'tgan edik. Bunda sukunli mimdan keyin ba harf kelsa, mim tovushi labda yashirib o'qiladi. Sukunli mim baga yo'liqishi kerak. Birinchi sukunli mim kelyapti, undan keyin ba harf kelyapti. Ikkita so'zdami, bitta so'zdami farqi yo'q. O'qilishi mimni talaffuz qilayotganda lablarni qattiq yopmasdan yengil tekkizib, ovozni dimog'dan 2 harakat miqdorida ushlab turiladi. Ya'ni g'unna bilan o'qilinadi. Tushunarli? 2 harakat. Doimiy g'unna 2 harakat ushlanadi. Mana shu yerda e'tibor berishingiz kerak. Lablar bir-biriga qattiq yopishmaydi. Qattiq bir-biriga kuch bermaydi, bosim bermaydi va ochiq ham qolib ketmaydi. Misollar. Bu yerda ham yashilda ajratib ko'rsatilgan mim kelyapti sukunli holatda, undan keyingi harf ba harfi. G'unna bilan o'qilinadi. Tarmihim bihijaratin.
tarmihim bihijaratin. Mana shu yerda tarmihim ikki harakat ushlanyapti. Lablar bir-biriga qattiq bosim berib o'qilinmaydi va ochiq ham qolib ketmaydi. Ikkinchi misol. Antum bihi. Antum bihi. Keyingi misol. Fahkum baynahum. Fahkum baynahum. Oxirgi o'rganadigan qoidamiz izhor qoidasi. Buni izhor shafaviy ham deyiladi. Bu izhor qoidasining harflari 26 ta, ya'ni yuqoridagi ba va mim harflari chiqib ketadi. Qolgan harflar izhor harflari hisoblanadi. Va qoidada ham sukunli mimdan keyin mim va ba harfidan boshqa barcha harflarga yo'liqsa izhor bo'ladi. Ya'ni aniq bildirib o'qilinadi. Hech qanday qoida yo'q desak ham bo'ladi. Qandaydir ushlab turish yoki bo'lmasam g'unna qilish, shadda qilish, bunaqangi narsalar yo'q. To'g'ridan to'g'ri o'qib ketilinadi. Oddiy holatda. Tushunarli-a? Izhor o'zi mana shunday. Izhor qilib, bildirib, aniq qilib o'qish. O'qilishi mim harfi hech qanday g'unnasiz, cho'zmasdan, o'z mahrajdan aniq va ravshan qilib o'qilinadi. Qanday bo'lsa shunday o'qilinadi. Endi bu yerda muhim eslatma bor. Vav va fa harflari kelganda mimni juda aniq o'qish kerak, chunki bu harflarning mahraji mimga yaqin bo'lgani uchun adashib ixvo qilib qo'yish ehtimoli yuqori. Ya'ni mim harfi ham, vav va fa harflari ham lab harflariga kiradi. Shuning uchun bularda aniqroq bildirilishi kerak. Agar aniq bildirilmasa, tez o'qilinsa, e'tiborsiz o'qilinadigan bo'lsa, bu ixfoga o'tib qolishi mumkin. Tushunarli-a? Misollarni ko'rib o'tamiz. Birinchi misol. Mim sukunli kelyapti-da, undan keyin ta harfiga yo'l qo'yapti. Izhor qilib aniq o'qilinadi. An'amta. An'amta. Mim aniq bildiriladi. Keyingi misol. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Keyingi misol. Hum fiha. Hum fiha. Shu joyda hum fiha to'xtalib qolinmasligi kerak. Hum fiha yoki ixfa bo'lib ketmasligi kerak. To'g'ri o'qilishi hum fiha, mim aniq, fa aniq chiqishi kerak. Mana shu sukunli mim qoidalari edi. Idg'om, ixfa va izhor. Bu soddalashtirilgan jadval ko'rinishi. Qoida nomi, keladigan harf. Idg'om qoidasida mim harfi mimga yo'liqadi va bunda shaddali qilib g'unna bilan o'qilinadi. Ixfa qoidasida ba harfiga yo'liqadi, ya'ni sukunli nun ba harfiga yo'liqadi. Bunda yashirib g'unna bilan o'qilinadi. Izhor qoidasida qolgan 26 ta harf, mim va ba harflari chiqib ketadi. Qolgan 26 ta harf. Oddiy qanday bo'lsa shunday qilib o'qilinadi. Aniq, g'unnasiz, izhor qilib. Bugungi darsimiz mana shu. Agar qayerigadir tushunmagan bo'lsangiz, yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi darslarda tushuntirib ketishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.